Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Tunigun bugungi xabarlar qaraganda Amerika davlati bilan Yaponiya davlati ikkisi hamkorlashib, birlikda olam bo'shlig'iga 1000 dona sun'iy hamra chiqarmoqchi ekan. Bu qurilishni Amerika hukumatı Yaponiyaga yaratib bergan eng yaxshi bir fursat. Ham ikki davlat birlikda bu qurilishni bitirish uchun nihoyat tez harakatga o'tibdi. Hammamizga ma'lum, Amerikalik bir cho'ng korxonchi raketani olam bo'shligiga qo'yib berib, yana shu raketani qaytadan sog'-salomat qaytarib kelish, ko'p yil tajriba qilish orqali buni amalga oshirdi. Raketani olam bo'shligiga qo'yib berib, yana raketa sog'-salomat yer shariga qaytadan qo'nish bu jarayondagi YouTube'larni biz ko'rdik. Uning oldidagi mezgilda bir raketa bir sun'iy hamroni olam bo'shligiga chiqarish uchun u raketa olam bo'shlig'iga sun'iy hamroni chiqib bo'lib, uningdan keyin qaytib kelamay olam bo'shlig'ida axlatga aylanib ketar ekan. U chaqda sun'iy hamroninki tanarqimi nihoyat yuqori bo'ladi ekan. Agar sun'iy hamroning tanarqi tuvan bo'lsa, butun yer sharini sun'iy hamrolar orqali qoplanib turgan bo'lsa, u chaqda uningki unumi nihoyat zo'r bo'ladi deb olimlar shunday qaraydi ekan. Lekin sun'iy hamroning tanarqini o'riltib yetib bo'lgan narsa nima deganda, bu shu raketa masalasi ekan. Olam bo'shlig'iga to'shiydigan to'shig'uvchi raketa nihoyat tanarqi qimmat to'xtaydi ekan. Amerikalik millioner korxonchi Musk apandim bu tadqiqotni qilish orqali, nurg'unlagan mablag' silish orqali oxiri raketani olam bo'shlig'idan yana sog'-salomat qaytarib kelish tadqiqotda g'alabaga erishibdi. Endi mana mushu yeni tadqiqotning natijasi bilan Amerika davlati bilan Yaponiya davlati endi olam bo'shlig'iga 1000 dona sun'iy hamroni qo'yib berish qurilishini boshlabdi. Yaponiya taraf bo'lsa sun'iy hamroni yasash, azan tanarq bilan bitirish, lekin sun'iy hamroninki iqtidori nihoyat yuqori bo'lgan, dunyoda oldin qatordagi texniklarni ishlatish orqali bu sun'iy hamroni bitirdi ekan. Bir sun'iy hamroning bitib chiqish tanarqi 5 million Amerika dollari bilan bitir ekan. Endi bu 1000 dona sun'iy hamroni olam bo'shligiga qo'yib bergan vaqtida bu sun'iy hamroninki egizligi yer sharidan 300 kilometr bilan 1000 kilometr oraliqda turdi ekan bu sun'iy hamro. Bu sun'iy hamrolar yer sharida o'zaro bir-birisi bilan aloqalashib, o'zaro bir-birisi bilan bog'lanishli xususiyatga ega ekan. Bu chaqda yer sharini qurshab turgan bu 1000 dona sun'iy hamro birli vaqtida yer sharining hamma yerini teng ko'rib tura oladi ekan. Masalan, burun Amerikaning sun'iy hamrolari bo'lsin yoki yer yuzidagi ilg'or osmon havo bo'shlig'ini kuzatgan radarlar bo'lsin, eng ilg'or texnikasi bilan kuzatgan taqdirdami yer shari duglak bo'lganligi uchun, masalan, Xitoy yoki Rossiya bir raketani yoki boshqarilgan bombani qo'yib bersa, bir qancha minutgacha uni ko'rolmaydigan yer sharining bir qora buluni paydo bo'lar ekan. Boshqarilgan bomba raketa ma'lum egizlikka o'rilgandan keyin uni yer yuzidagi radar qism, sun'iy hamrolar uni ko'ralaydi ekan. Endi hozircha desa bu 1000 dona sun'iy hamro olam bo'shlig'iga chiqqanda yer shari xuddi bir tüp-tüz ustalga o'xshash, tuz bir taxta yaga o'xshash ko'rindi ekan endi. U chaqda Xitoylar o'zining davlatida turib yer osti quduqdan bir boshqarilgan bomba yoki raketani atmoqchi bo'lsa, quduqning og'zi ichilib bo'lguncha uni Yaponiya davlati, Amerika davlati uni shu zamon ko'rib bo'la oladi ekan. Texmi yomon yeri Xitoyning suv osti parxodlari suv ostida menayotgan jarayonni shundoq aniq ko'rib tura oladi ekan. Xuddi biliq og'ish, necha metr suv ostidagi biliqninki uzayotganligini ko'rib, osmondan tushib o'ljilib ketganga o'xshash, Amerika Yaponiyaning qo'yib bergan 1000 dona sun'iy hamrosi suv ostidagi Xitoyning har bir harakatini, har bir parxodini, har bir temir tasigidan tortib aniq ko'rib tura oladi ekan. Texmi ilg'or yeri nima degan chaqda Xitoy zaminida bo'lsin, Rossiya zaminida bo'lsin 25 sant cho'nglikdagi narsani intayin aniq ko'ra oladi ekan. Masalan, Xi Jinping bo'lamdi, o Shimoliy Koreyaningki prezidenti Kim Jong Un bo'lamdi, ular o'yilsiq chiqib tanarkat o'ynatamdi, suvatamdi, aniq ko'rib tura oladi ekan. Aniqlik darajasi xuddi hozir insonlar qo'l telefon bilan qarshi tarafdagi
odamlarni videoga ilayotgan, rasm tortayotgan shaklda osh darajada aniq ko'rsatib beradi ekan. Yo'lda ketayotgan bir odamniki oldi taraf, keyni taraf, o'ng so'ng taraf, bosh tarafdan shundoq birlashtirib apparatga rasm torta oladi ekan. Bu ilg'or fan texnik endi Xitoy hukumatiga nisbatan intayin cho'ng bir tahdid bo'ldi. Odatda sun'iy hamrohlar olam bo'shlig'ining 10 necha ming kilometr egizlikda uchadi ekan. Ammo bu Amerika bilan Yaponiyaning qo'yib beradigan sun'iy hamrohsi yer sharining egizligi 300 kilometr bilan 1000 kilometr oraliqda turdi ekan. Butunlay 1000 dona sun'iy hamroh to'g'ri shaklda Xitoy bilan Rossiyani kontrol qilib tura oladi ekan. Xitoy hukumati chet el internet torlarini kontrol qiladi. Masalan, Google, Facebook, YouTube qatorliq tor uchur liniyalarini uzib tashlab buni to'saydi. Endi bu 1000 dona sun'iy hamroh olam bo'shlig'iga qo'yib chiqib bo'lgandan keyin u chaqda Xitoy davlatida yashayotgan ma'lum bir fuqaro bo'lsin, Rossiyada yashayotgan ma'lum bir fuqaro bo'lsin, qo'l telefon bilan shu internet Wi-Fi'ni bevosita sun'iy hamrohdan qabul qila oladi ekan. U chaqda Yevropa, Amerikadagi insonlar qanday to'rga chiqa olsa, u Yaponiya Rossiya bo'lsin, Xitoy davlatidagi fuqarolar bo'lsin, ularmi shunday to'rlarga chiqa oladi ekan. Bu Xitoy musabit hokimiyat uchun bir cho'ng bir tahdid ekan. Uningdan boshqa Yaponiya davlat mudofaa ministri bilan Amerika davlat mudofaa ministri 9-oyda Amerikaning harbiy bazasi Guam degan orolda uchrashdi ekan. Uchrashdagi maqsad nima deganda, Yaponiyadan boshlab toki Tayvanga qadar mushu birinchi zanjir orollarga Xitoyga ajallik zarba beradigan boshqarilgan bombalarni keng ko'lamli o'rlashtirdi ekan. Bu boshqarilgan bombalar Xitoy davlatining 2500 kilometr doira ichini olalaydi ekan. Masalan, Xitoy davlatining Beijing, Shanxay, Chongqing, Guangzhou dengiz bo'yiga yaqin butun shaharlarni nishonga olalaydi ekan. Amerika, Yaponiya ikki davlat bu birinchi zanjir orollarga o'rnatgan boshqarilgan bombalar Xitoyga zarba berish uchun boshqarilgan bombani qo'yib bersa, mayli Xitoy davlatining Beijing shahri bo'lamdi, Guangzhou shahri bo'lamdi, Shanxay shahri bo'lamdi, Chongqing shahri bo'lamdi, boshqarilgan bomba qo'yib berib 7 minut ichida shu shahardagi Xitoylar qochib qutula oladi ekan. Bo'lmasa 7 minut ichida qo'yib bergan boshqarilgan bomba shu qarqi deb o'tgan shaharlarga yetib bordi ekan. Bu Xitoy davlati uchun haddidan tashqari bir cho'ng bir besim, Xitoy hokimiyati uchun bir cho'ng tahdid ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, bu asr bir davlatning kuchlik ojiz bo'lishi, u davlatningki zaminning cho'ngligi, odamning jixligi o'lcham qilinmaydi ekan. Nimani o'lcham qilindi deganda, mayli u davlat qanchalik kichik bo'lsin, u davlatning fan texnikasi boshqa davlatlardan yuqori bo'ladi ekan. Shu fan texnikada yuqori bo'lgan davlat dunyoning xo'jasi bo'la oladi ekan. Demak, bundan keyin dunyoni so'raydigan, dunyoda mavjud bo'lib yashay oladigan insonlar fan texnikada aql, farosat, bilimda yuqori bo'lsa, u xalq yaxshi kunga erisha oladi ekan.